Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Men bugungi videoda men sizlarga sun'iy intellekt orqali, ya'ni ChatGPT orqali qanaqa qilib post rasm tayyorlashni o'rgataman. To'g'ri, hamma ko'pchilik o'rgatyapti. Men osonroq usuli deb bildim shuni. Shunga o'xshash videolar yana chiqadi. O'tkazib olmaslik uchun podpisatsiya bo'lib, like, kommentariya, qanaqadir savollar bo'lsa ham bemalol kommentariyalarda qoldirishinglar mumkin. Sizga deylik mana umraga jo'natuvchilar, shularga yozamiz mana. Umra post rasm deb yozdim. Chiqib keldi o'sha mana menga yoqqani mana shu bo'ldi. Shuni sketchat qildim. Siz telefonda qiladigan bo'lsa sketchat qilib olasiz yoki bo'lmasa kompyuterda bo'ladigan bo'lsa o'ng tomonda bosiladi, kopировать изображение. Ketdi, ChatGPT kiramiz. Kirgandan keyin biz bu yerga telefonda yuklaymiz, yuklaymiz. Kompyuterda bo'lsa Ctrl V yoki bo'lmasam o'ng tomonni bosib start qilamiz, tamom, bo'ldi. Ketdi. Endi bunga prompt yozishimiz kerak. Prompt qanaqa? Oddiy, sodda. Jaydash qishloqchasiga yozamiz hozir. Ushbu rasmdagi virgul qo'yamiz. Обязательно orqasida maqtab qo'yish kerak. Sen bosamiz endi. Bitta bosdik, kutib turamiz. Kutib turganimizdan keyin quyidagi zamonaviy professional tarzda yangilangan matn va umra ziyorati 1500 maxsus aksiya eng qulay dizaynlar. Agar xohlasangiz ushbu matndan tayyor dizayn joylashtirib, tayyor rasm shaklida ham yuboraman. Ayting qilsinmi? Mana ketdi. Umra ziyorati, yangi matn taklifi qarab turinglar endi. Bu yerda yozyapti hammasi. 890 dollar maxsus narx. Pastga tushamiz. Eng qulay shart to'liq xizmat ko'rsatish. Ularni yozamiz. Endi kerakli narsalar nomer ketdi. Plus 998 93 772 95 43 ketdi. Pastiga. Bitta nomer qoldirib olaylik hozircha. Bitta nomer ketdi. Narx aksiya so'zini ajratish. Lotin qizil qilish. Qo'yinki polniy dizaynlar aytyapti. Telefon raqami bilan birga oson qiladigan qilib joylash. Pastiga tushamiz ma'lumot. Logoni любой PNG varianti bo'lsa yana yaxshi mana. Logo va kompaniya nomi. Birinchi rasmni yuklaganman-da men o'zi nima jo'natyapti. 14 kunlik paket. Bu yerda yana qanaqa bor? Shu ma'lumotlarga yarasha nima qilish? Ma'lumot kiritish kerak. Bo'ldi, jo'natamiz, tamom. Sizga kerakli mana 14 kunlik paket, nomer, yangi o'zgartirilgan dizayn bo'yicha tasvirlar. Dizayn fayli rasm ko'rish sifatida tayyorlab beraman. Shuningdek, shrift va joylashuv bilan chiroyli variant tayyorlab, yuklab olishga tayyor holatga keltiraman. Qilinsinmi? Конечно. Albatta. Ma'lumotlar kiritildi deyapti. Ma'lumotlar kiritilgandan keyin sizga rasm tayyorlayveraymi, chiqaraveraymi deyapti. Har bitta kiritsangiz sizga rasmni chiqarib beradi. Bitta ma'lumotlar to'liq oxiriga to'shga kelgandan keyin sizga rasmni ko'rsataymi deyapti. Undan keyingi yana sizlarga tushuntirmoqchi edim. Bundan keyingi videolarda yana qanaqa video chiqadi. Qisqasi mana shunaqa rasmlar bor, mana promptlar yoziladi. Shunaqa rasmlar bo'ladi. Bundan keyingi videolarda obuna bo'lib, kuzatishga davom etasizlar. Tashlayman. Buni biz yozdik.
shu rasmdagi ma'lumotlarni o'zgartirib ber navbati bilan. Saloh umr ziyorati shunaqa ketdi. Keyin men ketdi deb aytdim. Kontakt telefonlar 9390 tashkilot nomi Humoyun Travel, logo birinchi rasm logotipni qo'yib berdim. Keyin уже o'zgartirildi deyapti. Tashkilot nomi Muslim Traveldan Humoyun Travelga o'tkazdi. Logo yangi yuklangan, telefon raqam eski raqam o'rniga shu nomer qo'yildi. Qolgan matn o'zgartirilmasdan qoldiraylikmi deyapti. Endi biz o'zimiz hozir buni ham shu yerda shunaqa hamma o'z bo'linib turibdi. Mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. Bu postimiz necha sekundda qilsa bo'ladigan holat. Buni kutish mumkin, qanchadir vaqt tayyor bo'lish, lekin siz qiladigan ish nechadir sekund ketyapti xolos. Shuning uchun bu narsalardan unumli foydalanish kerak. Qisqasi dizaynerga qanchadir summa berib qildirgandan ko'ra o'zingiz biznesingizga ishlatadigan bo'lsangiz yaxshi narsa deb o'ylayman. Sizlar bilan Mirzayev Media bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga o'ta oilasizlar.